terlash mavsumi boshlandi. To'g'ri Muxlis opa? To'g'ri Umidaxon, hozir ko'pchilik murojaat qilyapti, gipergidroz deb aytiladi. Bu haddan tashqari terida ter ishlab chiqarishi, bu ko'pincha endokrin patologiyalarga ham bog'liq bo'ladi, lekin ko'p holatlarda endokrinologik patologiya bo'lmasa ham odamlar o'zi fiziologik xususiyati bo'yicha ko'p terlashga moyil bo'ladi. Taklif qilamiz, bu gipergidrozni botulotoksin orqali davolash muolajasi. Bu vaqtinchalik 4 oydan 9 oygacha ta'sir qiluvchi preparat hisoblanadi, lekin vaqtinchalik bo'lgani bilan odamga ancha yengillik tug'diradi. Terlab turgan odam birdaniga terlashi to'xtagandan keyin u albatta ham uni nastroyeniyasi ham boshqacha bo'ladi, ham yengillik his qiladi, ham odamlarni ichida yurishga noqulaylik tug'dirayotgan terlash muammosi butunlay yo'q bo'lib, bundan xalos bo'ladi. Muxlis opa, bu videoni albatta ko'p terlaydigan odamlar ko'rishlari shart va terlaydigan odamlarga yuborib qo'yamiz.